Ramazandagi vaqtlaringiz. Ramazan sharafli bir oydir. Xuddi Masjidi Haram makon sifatida hurmatli bo'lganiga o'xshashla, Ramazan oyimi zamon sifatida hurmatlidir. Bu hurmat va ulug'liq Alloh taolaning kalamining o'sha bu oyda tushganligidandir. Alloh taolo aytadi: Ramazan oyida Qur'on nozil bo'lishga boshladi. Qur'on insonlarga yetakchidir. Hidoyat qilguvchi va haq bilan nohaqni ayirg'uvchi ro'shan oyatlardir. Bütün insoniyat uchun hidoyatning bayoni bo'lgan oyatlar nozil bo'lgan oyning vaqtlarning qimmatlik va ulug' bo'lishi haqdir. Qur'on Karimdan ilgari tushirilgan samoviy kitoblarmi Ramazon oyida tushgan bo'lib, ular hidoyatning bayonotlari va haq bilan nohaqni ayirg'uvchi edi. Imom Ahmad Musnadida Vasila ibn Asqa radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, haqiqatan payg'ambar alayhissalom Ibrohim alayhissalomning sahifalari Ramazonning tunji kechasida, Tavrat Ramazonning 6-sida, Injil Ramazonning 13-ida nozil qilingan edi degan. Shunga Ramazonning vaqtlari alohida va qimmatlidir. Kimki Ramazondagi vaqtlarni zoya qilib bo'shanliq qilgan, nafsiga zulm qilgan va o'ziga shu yildan bir oyda adil muomala qilmagan bo'ladi. Ramazondagi vaqtlarni zoya qilib o'tish garchi ziyonni solishtirg'ili bo'lmasa-mu, ayni umrning zoya bo'lishidir. Kimki Ramazonda bo'shanliq qilib fursatlarni qo'ldan berib qo'ysa, umrining qolgan qismida texmi ko'p bo'shanliq qilib fursatlarni qochirib qo'yadi. Agar har minut vaqtining behuda o'tib ketayotganligidan va zoya bo'layotganligidan g'aflatda qolgan bo'lsa, bu Alloh taologa qarab mang'an safarida normal yo'l yurish bilan nishonga yetib berish orasidagi bosqichlarni idrok qilishdan behud qolganligiga ishoradir. Ay qarindishim, hayot safaringizni ko'zitib Ramazon oyidagi yo'lchilig'ingiz bilan solishtiring. Bu oyda o'zingizning nada ekanligini bilishingiz uchun vaqtingizning qandoq o'tganligiga qarab boqing. Imom Ibnul Qayyim mundaq degan: Bandaning yuragi so'qibli turadigan, u Alloh taologa safar qilg'uchidir. Bu safarning muddati umrdir. Kecha bilan kunduz birdan bosqich bo'lib, kishi nishoniga yetib borganiga qadar to'xtamasdan davomlashadi. Aql kishi qilgan yaxshiliklarning mukofotini olish uchun Alloh taologa yaqinlashtiradigan narsalar bilan safarni tamomlashga ko'ngil bo'ladi. Inson o'g'li xilma-xil keladi. Ba'zilar kufrliq va xilma-xil ma'siyatlardan iborat jahannamga yaqinlashtiradigan narsalar bilan oziq-tulik olib safarni tamomlaydi. Ba'zilar Alloh taolo va uning jannatini maqsad qilib safarni tamomlaydi. Mana shular 3 qismdir. Bir qismi aqdodiga yetkazuvchilardirki, ular farzlarni vaqtida ado qiladi. Turli nafl ibodatlarni ko'plab qiladi. Harom, makruh va ba'zi mubahlarni tark etadi. Yana bir qismi maqsadga yetkazuvchilardirki, ular farzlarni ado qilib haromlardan saqlanadi. Uchinchi biri o'ziga zulm qilguvchilar bo'lib, ular yaxshi amal bilan yomon amalni aralashtirib etadi. Ularning orasidagi farq nihoyat cho'ngdir. Siz ro'zdor qarindishim, hayot musofangizdan aqalli bir oylik umringizning hisob kitobini qilish va Ramazon oyidagi turmushingizga qarash orqali qolgan hayot safaringizning qandoq davom qilganligini bila olasiz. O'zingizdan so'rangki, men haq dodiga yetkazuvchilardanmi yoki maqsadga yetkazuvchilardanmi va yoki Ramazon oyini va qolgan butun hayotini zoya qilib o'ziga zulm qilguvchilardanmi? Agar siz Ramazonda va boshqa chog'larda yaxshilikqa oldiruvchilardan, haq dodiga yetkazuvchilardan bo'lsangiz, mukofotingiz rohat, farog'at, yaxshi rizq va nozu ne'matlik jannatda bo'ladi. Agar maqsadga yetkazuvchilardan bo'lsangiz, saodatmanlardandirsiz. Ey Muhammad, saodatmanlardan sana salom. Ammo siz vaqtlarni zoya qilayotgan, o'z nafsiga zulm qilganlardan bo'lsangiz, Ramazon va Qur'on Karim sizdan shikoyatchi bo'lishdan ilgari tavbaga oldirang. Ramazonda vaqtini zoya qilayotgan kishi boshqa vaqtlarda tahami bakrak zoya qilayotadigan bo'lg'achqa, Imom Ibn Rajab yuqori ovoz bilan mundaq deydi: Ey umrini itoatsizlikda zoya qilayotgan kishi, ey Ramazonda va boshqa chog'larda bo'shanliq qilib vaqtini zoya qilayotgan kishi, ey kechiktirish va bo'shanliqni dasmoya qilib olgan kishi, sening bu dasmoyang nimaga yomon? Ey Ramazonni va Qur'on Karimni shikoyatchi, da'vogar qilib olgan kishi, shafaat kuni, qiyomat kuni o'z ustingdan shikoyat qilg'uchidan sen qandoqmi shafaat umid qilasan? Biz Ramazonda Allohning hidoyati va payg'ambarimizning sunnati bilan nafs xohishimiz, havoyi havasimizning ozdirishlaridan iborat ikki ishning birini tanlash bilan sanalamiz. Agah bo'ling, ey ro'zdor qarindishim.
Havoyi havas asosiy sarmoyangiz bo'lgan hayot minutlaringizni elib ketmasin. Mulk berildi sana ching tutqin ilgingdikini. Kim boshqurmasa mulkini beshiga chiqar bir kuni. O'g'ri soat elib ketmasin aldiratgan umrni. Ba'zisini zoya qilsang yo'qotasan hammani. Vaqting ketdi, baxting ketdi, tishlasangmi barmoqni. Dad nadomat paydo qilmas, chaqsangmi gar so'ngakni. Allah Taala biz bandalarning muborak Ramazon oyida o'zining qahr g'azabini keltiradigan ishlardan yiroq turishimizni xohlaydi. Ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga, ya'ni ilgirki ummatlarga ro'za farz qilingandek, sizlarga Ramazon ro'zasi farz qilindi. Havoyi havaslarga berilib, shahvatlarga agashgan bir turkum qavmlar radio televizorlarda va uningdan boshqa internet bloglarda ruhiyatimizga fisq, fujur, fitna fasodlarni terish bilan bizni itoatdan va taqvodorlikdan uzoqlashtirishni qattiq orzu qilishidi. Allah sizlarga halol va haromga doir ahkamlarni bayon qilishni, sizlardan burunqilar, ya'ni payg'ambarlar va yaxshilarning yo'llariga sizlarni hidoyat qilishni, gunohinglardan qilgan tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Allah hammani, ya'ni bandalarning hamma ahvolini bilguchidir va hikmat bilan ish qilguchidir. Allah sizlarning tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Shahvatlarga agashadiganlar, ya'ni shaytonga agashadigan fojirlar to'g'ri yo'ldan burilib ketishinglarni, shularga o'xshash fojir bo'lishinglarni xohlaydi. Ramazon vaqtni g'animat bilishni va umrni gullantirishni maqsad qilganlar uchun kam uchraydigan bir fursatdir. Ramazon vaqti belgilangan qisqa umrdir. Kutilgan boshlanishi, bilingan oxirlashishi bardir. İnsan ömrünün bir qismi turli ibodatlarni ma'lum vaqtlarda ado qilishga taklif qilingan bo'lib, Ramazon insonning bu umrining kichiklatilgan o'rnigidir. İnsanning ömrünün qolgan qismi uxlash va aram olishdek insoniy tabiatga aloqador hojatlarni ravo qilishga belgilangan bo'lib, bu qism yuqorqi qismni bajandil ado qilish uchun xizmat qiladi. Mubada biz ibodatni ado qilishga belgilangan umrimizni zoya qilib o'tib, uni insoniy tabiatga aloqador hojatlarni ravo qilishga belgilangan umrimizga o'xshash qilib etsak, ruhimizning haqqini tenimizga o'tkazib o'tgan bo'limizda o'zimizni ziyonga uchratgan va ruhlarimizga zulm solgan bo'lamiz. Darvaqa bu umrimizning qolgan qismining ko'pinchisida tansaqliq va vaqt bar turib, mushundaq davomlashib mangadi. Shunga payg'ambar alayhissalom aytganki, ikki cho'ng ne'mat bar bo'lib, ko'pincha insonlar uning qadrini bilmaydi. Biri salomatlik, ikkinchisi bekor vaqt. Ibnul Javzi bu hadisning ma'nosi haqida mundaq deydi: İnsan sağlam turib turmush halakchiliklaridan bekor bo'la olmasligi mumkin. O'zi boy, lekin teni sağlam bo'lmasligi mumkin. Sağlamlik va bo'sh vaqtdan iborat bu ikki ne'mat bir insonni tepilganda, hurunliq Allohga itoat qilishdan g'olib kelsa, rohat bilinsa, u dal ziyon tortquchidir. Chunki dunyo oxiratning ekinzori va foydasi oxiratda o'tirg'a chiqadigan tijorat markazidir. Kimki bo'sh vaqti va tan saqliqini Allohning itoatiga atsa, u kishi nijotlikqa erishgan kishidir. Aksicha, kimki teni saq turib bo'sh vaqtini Allohga osiylik qilish bilan o'tkazsa, u kishi ziyon tortgandir. Chunki bo'sh vaqtdan keyin aldiratchilik, sog'lomlikdan keyin kasallik kelishi mumkin. Ramazon umrlardagi va vaqtlardagi ziyonni o'lchaydigan bir tarozidir. Ramazonning o'ttira yoki oxirida aktiv ibodat qilish xiyoli bilan avvalgi o'nida bo'shonlik qilib, fazilatlardan mahrum qoldiganlarmi, Ramazonning 5ida aktiv ibodat qilib, ig'ir kelganlik yoki boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lganlik sababidan o'ttira va oxirida hurlik qildiganlarmi va hatto butun oy g'aflatda yashab, Ramazonga qandoq kirgan bo'lsa, shundoq chiqib ketadiganlarmi, hatto Qur'on Karimni Qur'on oyida tarik etganligi, badani ro'z tutgan bo'lsa-mu, qalbi ro'z tutmaganligi, kechalari qiyamda turmay va ibodat qilmay uxlaganligi va Ramazon oyining hurmati qalbidan ko'tarilib ketganligi sababidan Ramazonga kirganligidanmi nacharroq chiqib ketadigan kishilarmi bor. Aqti umr, mollaringning vaqtlari ay. Bo'ldi isrof, yo'qdi shafqat, yo'qotqanga hay. Hajlading umringni sen haqiqatan ziyonida, og'riq kelar orqadilla, og'riqin paydin mubay. Shubhisizki, Ramazon oyi biz yetishini arzu qiladigan manzilga bizni yaqinlashtira oladigan bir fursatdir.
Shaksizki, yaxshilikda ilgari bo'lg'uchilarning manzili qalblar talpinadigan, bo'yinlar so'ziladigan bir manzildir. Undaq ekan, qalblarimizni o tarozi mezoniga qo'yayli. Farzlarni komil ado qilish va nafli ibodatlarni ko'proq qilib olish bilan harom ishlardan saqlanish, shundaqla makruh ishlarni tark etish uchun bu manzilga o'zimizni Ramazonda va boshqa vaqtlarda tanglashga tirishayli. Muborak Ramazon vaqtlarini nafsimizni bu shaklda tarbiyalashda o'tkaza olsak, qalblarimiz tadrijiy holda Allohga yaqin darajalarga yeta olishi mumkin. Ey Alloh, ishimizning asosi bo'lgan dinimizni yaxshilab bergin. Yashayotgan dunyoyimizni yaxshilab bergin. Hayotligimizda har qanday bir yaxshilikni ziyoda qilib bergin. O'limni har qanday bir yomonlikdan rohat qilib bergin. Amin. Manba Dr. Abdul Aziz Mustafa Kamil. Ro'zining ruhi va ma'nilari. Arabchadan tarjima qilguvchi Muhammad Tursun Yusuf. Sajiya Islom tadqiqot markazi.